Uyg'urlardan yiroq turishni aqllanib hisoblamay, ko'proq ijtimoiylashishi lozim. Bu passivlik degan narsa yolg'izlik bilan jiq munosabati bor. Yolg'iz yashab olishga amroqlab qolgan ba'zi Uyg'urlarni anglaymiz endi. Xudoga shukr, men yashayotgan atrofdagi muhitimda yo'q-da. Ammo endi menda Uyg'urlardan nera turadigan, ammo hayit bayramlarda paydo bo'ladigan, namoyishlarda yo'qolib ketadigan bir xil Uyg'urlar bor. İctimaileşiş bizga bir kuch akiladi. Oxirida men shuni ta'kidlayman, hammamiz musulmon bo'lib suhbatimiz bilan. Mening qarashimcha islom bir musulmonga o'rgatadigan, uningga singdiradigan eng muhim bir odat bor. U bo'lsa nima desa, tashabbuskorlik. Tashabbuskorlik. Ya'ni aktivchanlik. Bu deganimiz İngilizce proactive deydi. Ma'lum bir ishni o'zining diniy tushunchasi va e'tiqodiy turtkisi bilan qilish deganga. Davomli tashqi ta'sirlarning g'idiqlashi bilan anadan keyin harakat qilish emas, balki bu qilishga tegishli ish, men bir musulmon, mening e'tiqodiy prinsipim meni mushuni qilishga buyurgan deb qilish. Eng aqalli bo'lsa-mu, ammo bek jiq odamda bu xil odat yo'q. Toki bir masala uni qistigan qadar. Masalan deylik, bolasini yaxshi tarbiyalash bir musulmonning eng aqalli majburiyati-ku, shundaymi? Uni bir muallimning birisi kelib deb qo'yishning hojati yo'q. Bunga maxsus bir tashkilot chaqirib e'lon qilishning hojati yo'q. Qarindoshlar bolalarni yaxshi bilinglar deyishning hojati yo'q. Bir odam dada ana bo'lsa, bizning dinimizda bolalarimizni yaxshi tarbiyalashdan iborat eng aqalli bir majburiyatimiz bor. Bizning dinimiz buni bizga endi so'zlagan. Endi nima uchun nurg'un ota-onalar bolasidan bir masala chiqqan chog'da, masalan, telefonga amro qilib qilib hozir telefonni qat'iy qo'ldan tushirmaydi. O'qish natijasi bundan nacharlab ketdi. Adab axloqidan mana chatoq chiqibdi deb u bolasidan bir masala ko'rgan vaqtda anadan keyin o'tirib chiqadi. Shuning o'zi shu tashabbuskor musulmon bo'lmaganligi shu. Shu passiv musulmon bo'lganlik. Tashabbuskorlik bir ishning oldini olishni o'rgatadi bizga. Tashabbuskorlik o'z e'tiqodimiz bilan qilaverishni o'rgatadi bizga. Uning bir odamning g'idiqlab qo'yishini saqlashning hojati yo'q.